Yo'ldan çavaman. Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Miromonovich. Men sizni 26-yil Ro'za Ramazon oyi bilan qizg'in chin qalbimdan tabriklayman. Butun dunyo prezidentlar orasida buyuksiz. Quyoshday parlaq ikki yuzingiz. Uzoqni qaragan ikki ko'zingiz, otadek yoqimli har bir so'zingiz. O'zbekiston vaqtiga omon bo'ling siz. Surxondaryo viloyati Boysun tuman Yuqori Machay mahallasidan To'ranazaro Jo'lli Chavag'anman. O'z davrimga Surxondaryo, Qashqadaryo hududlarida nomdor chavonlar qatoriga ot chopganman. 2023 yildan buyon mana tizalarim og'rig'i tufayli yurishga qiynalib, birinchi guruh nafaqaga chiqqanman. O'z davrimga Tojikiston, Turkmeniston respublikalariga o'tib ot chopganman. Mana hozir 70 yoshga kiryapman. Mana bu sizni qilayotgan ishingizni biron prezident qilibdi deb eshitganim yo'q. Chunki olamga bo'layotgan gapni mana televiziyadan, nimalardan eshitadi odamlar. Mana 23 fevral kuni 2026 yil Boysun tuman hokimligi Bahodir Shukurovlar tomonidan origi 5-6 nafar Boysun idora xodimlari kelib shu yerga sizni yuborgan Ro'za hayit oyiga esoningizni keltirib berib, prezident sizni tabrikladi deb tabrigingizni aytdi. Men nihoyat quvonib ketdim. U mendayin guruh qancha boqimondasini yo'qotganlar, qancha yordamga muhtoj oilalar, minglab, millionlab O'zbekiston bo'yicha siz tabriklayapsiz. Bu chakana ish emas. Bundan oldingi biron prezident ham bu ishlarni qilgani yo'q. Men o'ylaymanki, sizday vatanni sevadigan prezident olamga yo'q ekan. Shuning uchun mana bu yuborgan ehsonlaringizni Alloh taolo o'zi qabul qilsin. O'zbekiston baxtiga omon bo'ling. Iloyim bir Xudoyim doim soyabon bo'lsin. Xo'jay Xidir doim qabatingizga yo'lboshchi bo'lsin. O'zbekiston xalqi qabatingizga doim madadkor bo'lib tursin. Shu duolarimda Alloh taolo o'zi ijobat qilsin. Amin. Allohu akbar. Mana meni telefon nomerim 99 674 24 56. Bana fikrim ma'qul deganlar vatandoshlar like bosinglar.